Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlarga hop yengilliklarni ko'rsataman. Anaqa mollar kelganni, paplov kelgan, hop temirli anaqa shu narsa kelgan, rogatkalar kelgan. Har xil, mana 1 xil, 2 xil, 3 xil, 4 xil, 5 xil, hop 5 xil kelgan. Mana bu kachka ana nima edi? Kobra, patsak, patsak, uzunligi mamutili ham bor, vp anaqa katushka bor, bular ham katushka. Hop, sizlar so'ragan mana shu boya video qo'yganman o'shandagi qurtlarda rezinkali, keyin pokelar kelgan. Pokel. Boya ko'rsatganim mana bu rogatkalardan ham kelgan. Bunaqa har xil rangli kelgan. Hop, keyin kiyadigan nimchaga o'xshagan, xuddi mana rasman ham ko'rsatilib qo'ygan. Shunaqalar kelgan. Hamma razmerdan bor. Bitta mana patsak, yana buni kichkina varianti. Qorasi ham. Qolgan oyoq kiyim kelgan. Oyoq kiyim uzuncha hozirlar ko'rsataman. Mana oyoq kiyim kelgan. Uzunligi necha santimetr, razmeri 44. Har xil razmerdan bor. Obunachilar do'stlar, ana ko'rasizlar, 9 gacha ishlaymiz. Demo fishing do'koni. Hop, svetofordan tushganda 10 qo'lda Bobur mahalli. Ko'rasizlar, bizning do'konimiz shu bo'ladi. O'zim o'tirgan bo'laman. Bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Xayr, yaxshi o'tiringlar. Yoqqan bo'lsa like, obuna yana.